Reytingni bir oy davomida 5 reytingni ushlab turdim. Kecha kechqurungi zakazdan qaysidir klient juda ham niska otsenka qo'ygan. Reytingim ertalab 4.94 ga tushgandi. Hozir esa сообщение keldi texpodдержкадан. Sistema aniqlagan nezaslujенный niskую otsenka qo'ygan passajirni udalit qilgan niska otsenkani sistema aniqlab. Hozir ko'raman reytingimni, qaraganim yo'q. Tak 94, ertaga adashmasam 5 bo'lishi kerak. Yana vaqtim bo'lsa video qo'yaman. O'sha uchun reytinglari tushsa texpodдержкаga yozib foydasi yo'q. Yandexga yozib, telefon qilib, taksoparkka, ofisga ko'pchilik keladi, norozi bo'lib telefon qiladi. Operatorlarimizdan so'raydi, nima uchun yana reytingim tushdi yoki boshqa deb. Foydasi yo'q. Ishlab 150 ta zakazni itogosini oladi. Mana menga eng oxirgi klient kechagi qo'ygan niska otsenka. Ishlayverdim, bu yo'qolib orqaga ketaveradi, qolib ketadi orqaga. O'sha uchun faqat ishlash kerak. Asosiy narsa manyor vojdenniy. Keyin testni o'zlaringiz yechinglar. Testni o'zi yechgan voditelь ko'p narsalarni tushunib oladi. Testni birovlarga yechtirgan voditellarni reytingi tushib ketib, komfort plus boshqa tariflari blok bo'ladi ko'p kishi. O'sha uchun faqat yaxshi ishlab ko'tarish kerak reytingni. Boshqa varianti yo'q.